أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هو ما قرأنا في الأزواج والمرسلين وعلى أرواح الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله عز اسمه mana shu oyatda chunonchi hozir o'qidi, qiroat qildi. Shuni bayon qilmoqchi bo'lyapti. O'zini mahluqlar to'g'risida xilqati, qanday qudrati borligi, qanday qilib mahluqlarni xalq qilish to'g'risida, yana va ham qiyomat kuni qanday ioda qilib o'liklarni tirgizberish to'g'risida mana shu oyatlarda Parvardigor gapiryapti shuni. Valid ibn Mughira mushrik, Makka mushriklaridan Rasulullohni oldilariga kelib bir chirib qolgan ustixonni qo'li bilan uqalab mayda qilib deb shamolga uchirib yuborib, shu ikkinchi tiriladimi shu? Alloh dedi. Xudo aytadi, bu kofir deydi, bizni xilqatimizga bir masal bayon qilib, bu masal ko'rsatib, bu chirigan ustixonni olib kelib, buni ikkinchi ioda qilib bo'ladimi deyapti. Va nasiya xalqahu, o'zini xilqatini bu faromush qildi ekan. O'zi qaytdan paydo bo'lgan bu. Vaholanki bir ikki qatra narsadan paydo bo'lgan-ku o'zi-ku. Suvdan yasalgan bu. Amuni bu ajoyib suratini, haykalni turpoqdan qilsa bo'ladi, loydan qilsa bo'ladi-yu, suvdan haykal tuzish nihoyat darajada qiyin-ku. Suvga surat solish nihoyatda qiyin-ku axir. Men shunday holatda bunga suratini, buni onani rahmida buni xalq qildim. Bu o'zini xilqatini faromush qilib, buni misol ko'rsatmoqchi bo'ladiki, qola aytadi, man yuhyil izoma va hiya ramim. Kim buni ustixonni, chirib qolgan ustixonni qaytadan tiriltirar ekan, kim qiladi buni deb aytadi. Qul, ey Muhammad aytgin bunga. Yuhyihallazi ansha'aha awwala marra. Avvalgi holatidagi qanday ijod qilgan bo'lsa, qanday xalq qilgan bo'lsa, o'sha zot qaytadan yana xalq qiladi. Va huwa bi kulli xalqin alim. Bu Parvardigor o'zini xilqatiga o'zi dono, qanday qilib xalq qilishligini, qanday unga hayot berishligini o'zi biladi u.
Ellezî şunday zati ki ceale lekum mineşşeceril ahvari naran şunday ho'l daraxtı suv chiqib turgan daraxtdan o't chiqaradi bu mana shunday zot ko'rdingmi? Suv chiqib turgan narsadan o't yonib bo'ladimi hijobda? O't chiqadimi undan? Ha. Xo'p. Ana aytadiki ja'ala lakum mineşşeceril ahvari naran fe izâ antum minhu tuqidun. Senler safar kılasan uzak sahra-i kabirde safar kılasan aytda o't yo'q, isitma yo'q. Sahrada ketiya turganda 15 kunlab 20 kunlab yo'l yurasan tuya bilan. Aytda Xudoy taolo bir daraxtni yaratgan. U shoxida erkagi ham bor, urg'achisi ham bor. Marhu ipor deydi. Urg'achisini nomini marh deydi-yu, nimasini nomini erkagini ipor deydi. Shular yo'lda ketiya turganda bir narsa ovqat pishirmoqchi bo'lsa, hali erkagini olar ekanda, hali urg'achiga bunday ish qar ekan. Ish qilsa shundan yonib ketadi. Mana shu yonib ketadi. Hayda antum minhu tuqidun. Sizlar o'zlaring shuni muayana ko'rasizlar-ku. U daraxtni ho'l suv chiqib turibdi. Uning ichidan qanday o't paydo bo'ldi? Ana. Mana shuni ko'rib turib inkor qilasanmi? O'zing turpoq bo'lib ketsang ham Xudoy taolo seni qaytadan yaratib, qaytadan jon beradi. Xo'p. Avalaysallazi xalaqas samawati val arda biqadirin ala an yaxluqa mislahum bala. Oya shu osmon va zaminni shunday azamati bilan xalq qilgan Parvardigor shularni mislini, monandini xalq qilishga qudrati yetmaydimi? Balo qudrati yetadi. Ha. Va huval xalloqul alim. Parvardigor zo'r xalq qiluvchi, u dono o'zini fe'lida, o'zini nimasida u qanday qilib qilishni o'zi biladi. İnnema amruhu ida arada şey'an. Parvardigorning hukmi shundan iboratinki, bir narsani iroda qilsa, shuni xalq qilishni iroda qilsa, an yaqula lahu kun. Bo'l deydi, bo'ladi darrov. Fayakunu, u mavjud bo'ladi. U bo'l deyishga ham hojati yo'q. Biz uni aytamiz. Bir narsani bo'l deymiz. U bo'l deyish iroda qildi, bo'ldi. O'zidan o'zi bo'lib ketaveradi. Subhanallazi biyadihi malakutu. U Parvardigor ulug', ayblardan pok u. Biyadihi malakutu kulli shay'in, tasarrufu kulli shay'in. Har bir narsani tasarrufi uni yadi qudratida. Kayfa ma yuqallibuhu ma sha'a. Qanday aynaltirsa shunday aynaltiradi. Va ilayhi turja'un. Sizlar ana qiyomat kuni tirilasizlar, Parvardigorning oldiga borasizlar, o'zlaringga amollaringdan hisob berasizlar. Allohumma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
خيرا. آمين. اللهم وفقنا ووفقهم بما تحب وترضى واهدهم إلى صراط مستقيم. الله أكبر. أنا o zatlar, mo'min bandalar Parvardigordan farzand talab qilishda shunday duo qilib aytar ekan: hablana, bizga hiba qilgin ey Parvardigoro, min azvojina qurrata a'yunin, ko'zimizni ravshan nuri bo'ladigan farzandlar shunday bizga ato qilgin ey Parvardigoro deb Xudodan tilashib duo qilar ekan. Vaj'alna lil muttaqina imama, bizlarni muttaqinlarni peshvosi, muttaqinlarni avvalgi safidan qilib bizlarga hidoyat qilgin. Uloika yujzawnal g'urfata, bu zotlar behishda shunday manzaralarda o'tiradiki, bog'larga qarab ochilgan xuddi derazaga o'xshagan g'urfa deb shunaqani aytadi. Jannatga qarashib o'tiradi. U bima sabaru, bu sababdanki bu martabaga bular shuning uchun yetdiki, dunyoni kulfatlariga sabr qildi bular. Kofirlarni aziyatiga sabr qildi. Shu dinini qo'ldan bermadi, taqvoni qo'ldan bermay Xudo yo'lida mana shunday yo shahid bo'ldi, yo shunday marhum bo'lib o'lib ketdi. Mana shunday odamlarga muyassar bo'ladigan joy bu. Va yulaqawna fiha, u jannatda bular mana shu eshitishlari shuni eshitdiki, assalomu alaykum. O'sha huri g'ilmonlar tarafidan, maloikalar tarafidan tahiyyat islomiyni ana shuni eshitadi. Mana shunlar o'par ekan. Xolidina fiha, bu jannatda bular o'lmaydi, chiqmaydi bu yerdan, hamishalikka davom etadi. Hasunat mustaqarran va muqama, bularni joyi nihoyatda yaxshi, bularni turadigan joylari mana shunday yaxshi joy bu. Qul ma ya'ba'u bikum robbi lavla duaukum. Parvardigorim aytgin ey Muhammad, kofirlarga aytgin. Parvardigorim parvo qilmaydi senlarni. Qo'lingni ko'tarib o'zing balodan saqlanish uchun nima qilganing bilan unga parvo qilmaydi. Parvardigor baloni yuboradigan vaqtda yuboraveradi. Faqat kazzabtum, sizlar takzib qildilaring Xudoning kitobini, Xudoning payg'ambarini takzib qildilaring. Endi sizlarga balo yuborishdan Parvardigor parvo qilmaydi. Fasawfa yakunu lizama, u balo Xudoning yuborgan balosi sizlarning vujudlaringga yopishib olib, lozim bo'lib ham qaqib olsang, o'zing bilan birga bo'ladi bu narsa. Bu a'molingni qiyomatga do'ram olib borasan. Allohumma rabbana